Bugun Duolingo orqali ingliz tilini o'rganayotganimga 365 kun, ya'ni 1 yil to'la-to'kis bo'ldi. Xo'p, 1 yil ichida men nimalarni o'rgandim? Lug'at boyligim oshdi. Grammatik qoidalarni oz-moz bo'lsa ham o'rganishga harakat qildim. Oldinlari kitob o'qirdim, lekin tarjima qilardim. Tarjimonni olib tarjima qilardim va bittama-bitta so'zma-so'z tarjima qilardim. Mana shu narsa yo'qoldi. Avtomatik kitobdan tarjima qilish boshladim. Nimaga? So'z boyligim oshganligi uchun. Eshitib tushunishni boshladim. Ya'ni Duolingoda shunaqa podkast bo'limlari bor. Kichik hikoyachalarni multfilm qilib, juda ham qiziqarli o'yin qilib o'rgatgan, eshitib tushunishni boshladim. Va bu narsa orqali kinolar va audiolar eshitganimda hammasini demayman, oz-moz bo'lsa ham kontekstga qarab tushunishni boshladim. So'z boyligim oshdi. Qo'rqmaslikni o'rgandim suhbat jarayonida. Oddiygina bitta ilovani tekin o'rganganim shuncha narsani menga berdi. Beginner darajasidan ozgina levelga ko'tarildim. Bularning hammasi menga bitta narsa olib keldi. U ham bo'lsa progress. Oldin ham aytganman, hozir ham aytaman, keyin ham aytaman. Progress hech qachon to'xtamasligi kerak. Oddiygina qadamlar bilan boshlaganman. O'sha esimda temir yo'lda ishlayotgan paytlarim ilovaga qarab aytilgan so'zni qayta aytardim. Repeat qilardim, shadowing texnik qilardim. Lekin u yerda o'tirgan hamkasblarim noto'g'ri tushunib qolardi. 365 kun bo'ldi. Endi tamommi? Yo'q. Qachon tugaydi? Hech qachon. Qachonki o'zim maqsadimga erishib ingliz tilini o'zim ona tilimda gapirganimdan so'ng darslar ozgina kamayishi mumkin. Lekin o'shanda ham baribir kunlik qilinadigan mashqlar, intizom hech qachon o'lmaydi. Maslahatim ozgina bo'lsa ham hech qachon progressni to'xtatmang. Bir kun to'xtatilgan odat keyin o'zi bilan boshqa odatlarni yaralishiga sababchi bo'ladi. James Clear, Atom odatlari kitobidan. Salomat bo'ling, progress to'xtatmang. Ishlaga omad.